Ruaydi ilovasi ishlamayapti. Bunga nima sabab? Biz skachat qildik, lekin oxirigacha registratsiya qila olmayapmiz degan juda ham ko'p savollar bo'libdi. Videolarni ko'ryapmiz. Bu majburiy emas ekan. Hozirgi paytda bemalol QR kod olmasdan ham borsak bo'laverar ekan. Siz qanday fikrdasiz? Ko'p video chiqarasiz aeroportda. Shu haqida informatsiya qoldiring degan akalarimiz shu videoda oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga imkon qadar to'liq informatsiya qoldirishga harakat qilaman. Qasddan iltimos qilaman, yurakchani bosib, yaqiningizga jo'natib qo'yish, to'g'ri ko'ngli to'q bo'lish uchun. Menimcha bunga ikkita sabab. O'zingizlar bildinglar, kecha kuni Abidlarga yaqin Ruaydi ilovasi Play Marketga chiqdi va bizga o'xshagan blogerlar, O'zbekistondagi aka-ukalarimiz juda ham ko'plabi shu haqida video joylaganlik sababli ham endi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda turib, misol Rossiyaga kelmoqchi bo'layotgan akalarimiz shu ilovani skachat qilgan. Shu holatda menimcha yo qotib qolgan yoki unda shu ilovani ishlagan insonlar to'liq hali beri nima desa bo'ladi, bu holatga tayyor emas deb o'ylayman. Yana bilmadim. Shuning uchun majburiy emas degan xabarlar chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni men sizlarga Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa 30-iyun kuni aynan aeroportga borib, shaxsan chiqayotgan har bitta vatandoshimizdan imkon qadar primoy efir tarzida YouTube'da Tomosha TV kanalida 19:00 da primoy tarzda chiqayotgan insonlardan video qilib ma'lumot olishga harakat qilaman va bemalol sizlar ham kirib shu holatda sizni qiynayotgan savolga javob olsanglar bo'laveradi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman, chunki hamma video chiqargani bilan shu ilova ishladi yo ishlamadi degani bilan konkretni shu kelayotgan insonlardan to'liq informatsiya olib sizlarga joylaganim yaxshi deb o'ylayman. Nima deysizlar? O'zingizlar fikrlaringizni обязательно yozib qo'yinglar, chunki men uchun bu juda ham muhim. Chunki bizni kuzatayotgan insonlar salkam ko'rgan bo'lsanglar 200 mingdan oshiq odam ko'rgan. Endi 200 mingdan oshiq odam ko'rganning ichida hech yo'q 50% chet davlatiga chiqmoqchi bo'lib, aynan Rossiyaga kelmoqchi bo'layotgan akalarimiz ichida shunaqa fikr, shunaqa o'y bo'lishi mumkin. Ya'ni QR kod olmasam Rossiyaga kirgizmash mumkin. Bu kunda shuni olib kelgan bilet olishim kerak degan fikrlar bo'layotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki o'zimni qarindosh urug'larim ham so'rayapti. Meni o'zimga ham qiziqdi, to'g'risi. Chunki yaqinda O'zbekistonga borib kelaman deyapman. Nima holat bo'lishini shu 30-iyun kuni aynan to'shning informatsionini olasizlar. Faqat sizlardan YouTube'ga Tomosha TV kanaliga kirsanglar 410 mingga yaqin obunachimiz bor.